Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya to'lash tartibidagi o'zgarishlar, pulni olish usuli, hujjatlar, bank kartasi, naqd to'lov, ishonchnoma. Yashash joyi o'zgarganda nima qilish kerakligi va eng muhimi, pensiyangiz kechikib qolmasligi uchun hozir nimalarga e'tibor berish kerak. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, qarindoshlari, ota-onasiga qaraydigan har bir insonga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri qadam, bitta yangilanmagan hujjat yoki bitta e'tiborsiz qoldirilgan xabar sabab pensiya vaqtida tushmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p odam o'z pulini vaqtida va muammosiz oladi. Men avvalo masalani sodda qilib tushuntiraman. Avvallari ko'pchilik pensiyani odatdagi tartibda olardi. Kimdir pochta orqali naqd pul olardi. Kimdir uyga olib kelinishini kutardi. Kimdir bank kartasiga tushishini tanlagan bo'lardi. Ayrim hududlarda pensionerlar pensiya keladigan kunni taxminan bilib, pochta bo'limiga borib olishardi. Ba'zi hollarda esa pensiya beruvchi tashkilot vakili uyma yurib, ayniqsa yoshi katta, nogironligi bor yoki borib olishga qiynaladigan fuqarolarga pulni yetkazib berardi. Endi esa tartib asta-sekin aniqroq, nazoratliroq va raqamli tizimga yaqinroq bo'lib bormoqda. Bu nimani anglatadi? Bu degani pensiya oluvchi shaxsning ma'lumotlari, pasport yoki ID karta holati, bank kartasi ishlashi, yashash manzili, ishonchnoma bor yo'qligi, tiriklik holatini tasdiqlash kabi masalalar yanada muhim bo'lib qoldi. Pensiya kimga tayinlangan bo'lsa, aynan o'sha shaxsga to'lanishi, pul boshqa odam qo'liga noqonuniy o'tib ketmasligi, ortiqcha to'lov yoki noto'g'ri to'lov bo'lmasligi uchun tizim kuchaytirilmoqda. Bu o'zgarishlarning sababi oddiy. Pensiya davlat mablag'i hisobidan to'lanadi. Har bir so'm aniq egasiga yetib borishi kerak. Amaliyotda shunday holatlar bo'lgan. Odam manzilini o'zgartirgan, lekin pensiya jamg'armasiga xabar bermagan, karta muddati tugagan, lekin yangilanmagan. Fuqaro uzoq muddat chet elda bo'lgan, lekin hujjatlarda noaniqlik qolgan. Ishonchnoma muddati tugagan, lekin qarindoshi pensiyani olishda davom etmoqchi bo'lgan. Mana shunday holatlar pulning kechikishiga, vaqtincha to'xtatilishiga yoki qayta tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Men sizga eng muhim narsani aytaman. Pensiya to'lash tartibidagi har qanday o'zgarishdan qo'rqish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Kim hujjatlarni tartibga keltirib qo'ygan bo'lsa, bank kartasi ishlayotgan bo'lsa, yashash manzili to'g'ri bo'lsa, telefon raqami yangilangan bo'lsa, odatda jiddiy muammo bo'lmaydi. Xavotir qilishi kerak bo'lganlar esa hujjatlarda noaniqligi bor, kartasi bloklangan, pasporti almashtirilgandan keyin ma'lumotlarni yangilatmagan. Pensiyani boshqa odam orqali oladigan yoki boshqa viloyatga ko'chib ketgan fuqarolardir. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli pensioner onaxon pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Unga har oy 20 million 2 ming so'm pensiya tushadi. Kartaning amal qilish muddati iyun oyida tugagan, lekin onaxon buni sezmagan. Iyul oyida pensiya hisoblangan bo'lsa ham, karta faol bo'lmagani uchun pulni ishlatishda muammo paydo bo'ladi. Onaxon pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo pensiya tayinlanishda emas, to'lov vositasida, ya'ni kartada bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda birinchi qadam bankka murojaat qilish, karta holatini tekshartirish va yangi karta ochilgan bo'lsa, uning pensiya to'lov tizimiga bog'langanini aniqlashtirish kerak. Ikkinchi misol. Bir otaxon Samarqanddan Qashqadaryoga farzandining uyiga ko'chib ketdi. U eski manzil bo'yicha ro'yxatda turibdi. Pensiya esa avvalgi tartibda o'sha hudud bo'yicha yuritilgan. Agar u yangi yashash joyini rasmiylashtirmasa yoki mas'ul idoraga xabar bermasa, ayrim xabarnomalar, tekshiruvlar yoki to'lov bilan bog'liq ma'lumotlar eski manzilga ketaveradi. Keyin otaxon menga hech kim aytmadi deydi. Lekin tizimda eski manzil turgani uchun muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun ko'chib o'tgan odam, ayniqsa boshqa tuman yoki boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsa, pensiya ishini yangi yashash joyi bo'yicha tartibga keltirishi juda muhim. Uchinchi misol. Pensionerning o'zi yurishga qiynaladi. Pensiyani o'g'li yoki qizi olib keladi. Bunday holatda ishonchnoma masalasi juda muhim. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, men har doim olib yurardim degan gap yetarli bo'lmaydi. Pul rasmiy hujjat asosida beriladi. Agar ishonchnoma 1 yilga berilgan bo'lsa va muddat tugagan bo'lsa, yangi ishonchnoma rasmiylashtirilmaguncha to'lovda
muammo chiqishi mumkin. Bu pensionerni qiynash uchun emas, uning pulini himoya qilish uchun kerak. Chunki pensiya shaxsiy mablag' hisoblanadi. Uni kim olishi aniq hujjat bilan tasdiqlanishi shart. 4-misol. Kishi ishlagan yillari ish staji yoki maosh ma'lumotlari asosida pensiya oladi. Agar pensiya miqdori qayta hisoblanishi kerak bo'lsa, masalan, qo'shimcha ish staji topilgan bo'lsa yoki arxivdan ma'lumot chiqqan bo'lsa, fuqaro tegishli hujjatlarni topshirishi kerak. Odamlar ko'pincha davlat o'zi biladi-ku deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda arxiv ma'lumotlari, eski korxona hujjatlari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, buyruq nusxalari yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar alohida tekshiriladi. Agar fuqaro o'zida bor hujjatni topshirmasa, pensiya avvalgidek hisoblanib qolishi mumkin. Masalan, bir fuqaroning 5 yil qo'shimcha ish staji arxivdan topildi, lekin u hujjatni topshirmagan. Shunda pensiya miqdori o'z-o'zidan ertasi kuni oshib qolmaydi. Avval murojaat, keyin tekshiruv, keyin qayta hisoblash jarayoni bo'ladi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyani muntazam olsangiz, kartangiz faol bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizda bo'lsa, yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa, hech qanday ishonchnoma bilan bog'liq holat bo'lmasa, unda sizda odatda katta xavf yo'q. Lekin baribir men tavsiya qilaman. Yiliga kamida bir marta o'z ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'ying. Chunki pensioner uchun eng yomon vaziyat pul kechikkandan keyin yugurib yurishdir. Oldindan tekshirish esa ancha oson. Endi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan holatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala. Pensiya to'lovining usuli o'zgarsa, bu pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan odamlar bank kartasiga o'tkazish haqida gap eshitsa, endi naqd bermaydimi, men kartadan foydalana olmayman, pulim yo'qolib qoladimi deb xavotir qiladi. Aslida to'lov usuli bilan pensiya huquqi boshqa masala. Pensiyaga bo'lgan huquq alohida, pulni olish kanali alohida. Agar kartada muammo bo'lsa, pensiya huquqi yo'qolmaydi. Faqat pulni olish tartibini to'g'rilash kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik masala. Bank kartasiga tushgan pulni boshqa odam ishlatib yuborishi xavfi. Men amaliy hayotda ko'p ko'rganman, ota-onaning kartasi farzandida bo'ladi. PIN kodini ham farzandi biladi. Agar oilada ishonch bo'lsa, bu bir qarashda qulay. Lekin huquqiy jihatdan pensioner o'z mablag'ini nazorat qilishi kerak. Chunki ertaga nizo chiqsa, kartamdan pul yechib olingan degan masala juda murakkablashadi. Shuning uchun men pensionerlarga aytaman, kartangizni, PIN kodingizni, telefoningizga keladigan SMS kodlarni begona odamga bermang. Farzandingiz yordam bersa ham, pul yechish, to'lov qilish, balansni tekshirish jarayonini o'zingiz bilib turing. Uchinchi nozik masala, chet elga ketgan pensionerlar. Agar fuqaro vaqtincha boshqa davlatga ketgan bo'lsa, uning pensiya to'lovi bo'yicha tartiblar alohida tekshiruvga tushishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa yashash holati, hujjatlar, vakillik masalalari rasmiy bo'lishi kerak. Qo'shnim olib turadi, ukam biladi. Kartam uyda qolgan degan tartib xavfli. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, u pensiya jamg'armasi bo'limi yoki tegishli vakolatli tashkilotdan o'z holatiga mos tartibni aniqlashtirishi kerak. Chunki har bir holatda fuqarolik, doimiy yashash joyi, ro'yxat, ishonchnoma va xalqaro tartiblar ta'sir qilishi mumkin. 4-nozik masala, vafot etgan pensionerning pensiyasi. Bu mavzu og'ir, lekin aytish kerak. Pensioner vafot etganidan keyin uning nomiga kelgan pensiyani olish yoki ishlatish qonuniy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Ba'zi oilalarda oyning boshida pensiya tushibdi, baribir olamiz degan noto'g'ri tushuncha bor. Bunday qilmaslik kerak. Vafot holati bo'lsa, tegishli idoralarga xabar beriladi. Dafn puli yoki olinmagan pensiya bo'yicha qonuniy tartiblar alohida ko'rib chiqiladi. Har qanday holatda ham yashirincha pul yechib olish, keyinchalik qarzdorlik, qaytarish talabi yoki huquqiy muammoga sabab bo'lishi mumkin. 5-nozik masala, pensiya miqdori kamayib qolgandek ko'rinishi. Ba'zan pensioner oldin ko'proq tushardi, bu oy kam tushdi deydi. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Avval ortiqcha to'lov bo'lgan va keyin ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Aliment yoki ijro hujjati bo'yicha ushlanma bo'lishi mumkin. Bank xizmati, karta qarzdorligi yoki boshqa to'lovlar bilan bog'liq holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun meni aldashdi deb darhol xulosa qilmaslik kerak. Eng to'g'ri yo'l pensiya bo'limidan hisob-kitobni yozma yoki rasmiy tartibda so'rash, bankdan karta aylanmasini olish, qaysi summa qachon tushgani va qayerga ketganini aniq ko'rish. 6-nozik masala, telefon raqami.
Hozir ko'p xizmatlar SMS xabar bank ilovasi yoki tasdiqlash kodi bilan bog'langan. Agar pensionerning telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa, yo'qolgan bo'lsa, ishlamay qolgan bo'lsa, karta va to'lovlarda muammo paydo bo'lishi mumkin. Masalan, karta bo'yicha amaliyot qilish uchun SMS kod kerak, lekin SIM karta eski telefonda yoki boshqa odamda. Natijada pensioni o'z puliga kira olmaydi. Shuning uchun telefon raqamini tartibga keltirish ham pensiya xavfsizligining bir qismidir. 7-chi nozik masala: hujjatlardagi ism-sharif farqi. Eski mehnat daftarchasida ism bir xil yozilgan, pasportda boshqacha yozilgan. Nikohdan keyin familiya o'zgargan, otasining ismi qisqartirib yozilgan bo'lishi mumkin. Bular pensiya tayinlash yoki qayta hisoblashda muammo tug'diradi. Masalan, mehnat daftarchasida Nargiza Karimova, pasportda esa Nargiza Qodirovna Karimova bo'lishi mumkin. Oddiy odamga bu bir xil ko'rinadi, lekin rasmiy tekshiruvda moslik talab qilinadi. Bunday vaziyatda arxiv ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat yoki sud orqali tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: pensiya oluvchi shaxsning asosiy hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki IDD karta muddati, JSS shir raqami, yashash manzili, familiya va ism yozilishi to'g'ri bo'lishi kerak. Agar yangi ID karta olgan bo'lsangiz, eski ma'lumotlar bilan chalkashlik bo'lmasligi uchun tegishli tashkilotlarda ma'lumot yangilanganini tekshiring. Ikkinchi qadam: bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi? Bank ilovasi ishlayaptimi? SMS xabarnoma faolmi? Karta aynan sizning nomingizdami? Pensiya shu kartaga tushyaptimi? Bularni aniqlang. Agar karta muddati yaqin orada tugasa, oxirgi kungacha kutmang. Bankka borib yangi karta oling va pensiya tushadigan hisob raqami o'zgargan bo'lsa, uni pensiya jamg'armasi bo'limiga ma'lum qiling. Uchinchi qadam: yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, rasmiylashtiring. Bir tumandan boshqa tumanga, bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, baribir kartaga tushadi deb beparvo bo'lmang. To'lov kartaga tushishi mumkin, lekin pensiya ishi xabarnomalar, tekshiruvlar va murojaatlar yashash joyi bilan bog'liq bo'ladi. Eng yaxshi yo'l: yangi manzil bo'yicha mas'ul bo'limga borib, pensiya ishingiz qayerda yuritilayotganini aniqlash. 4-qadam: agar pensiyani boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, ishonchnomani tekshiring. Notarial ishonchnoma muddati tugamaganmi? Unda aynan pensiyani olish huquqi yozilganmi? Vakilning pasport ma'lumotlari to'g'rimi? Bular muhim. Ishonchnoma muddati tugashiga 1 oy qolganda yangilashni rejalashtiring. Ayniqsa yoshi katta yoki yotib qolgan pensionerlar uchun bu masalani oldindan hal qilish kerak. Chunki oxirgi kuni hujjat tayyorlash qiyin bo'lib qoladi. 5-qadam: pensiya miqdorini tushunib oling. Har oy qancha pensiya tushishi kerakligini yozib boring. Masalan, sizga 1 million berib 2 ming so'm tushish kerak bo'lsa, karta xabarlarini saqlang, bankdan ko'chirma oling. Har oy soni va summani yozib boring. Agar bir oy 1 million 200 ming tushsa, darhol sababini so'rang. Bu nafaqat pulingizni himoya qiladi, balki keyin muammo bo'lsa, dalil sifatida ham kerak bo'ladi. 6-qadam: qo'shimcha staj yoki hujjat bo'lsa, uni yig'ing. Eski mehnat daftarchasi, harbiy xizmat haqidagi hujjat, tug'ruq ta'tili, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot, korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan olingan tasdiq. Bularning barchasi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar siz men 35 yil ishlaganman, lekin pensiyam kam deb o'ylasangiz, faqat og'zaki gap bilan cheklanmang. Hujjatlarni ko'rsating va qayta hisoblash bo'yicha ariza yozing. 7-qadam: murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar masala jiddiy bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada ism-sharifingiz, JSS yoki pasport ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, manzilingiz, muammo nimada ekanini aniq yozing. Masalan, menga tayinlangan pensiya to'lovi iyul oyida bank kartam kelib tushmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman. Yoki qo'shimcha ish stajimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini ilova qilgan holda pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Ariza topshirganda qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi. Ro'yxat raqami yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. 8-qadam: qayerga murojaat qilishni biling. Odatda pensiya masalalari bo'yicha yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilinadi. Bank kartasi bilan bog'liq muammo bo'lsa, bankka boriladi. Shaxsiy hujjat, ID karta, pasport
ro'yxat masalasi bo'lsa, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilinadi. Arxiv hujjatlari kerak bo'lsa, ishlagan korxonangizning huquqiy vorisi yoki davlat arxiviga so'rov beriladi. Agar muammo hal bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki rasmiy elektron murojaat tizimlari orqali murojaat qilish mumkin. 9-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiyangizni oshirib beraman. Kartangizni menga bering. Pulingizni tez chiqarib beraman. SMS kodini ayting. Tekshirib qo'yay degan odamlarga ishonmang. Pensiya masalasi rasmiy ariza, rasmiy hujjat va vakolatli tashkilot orqali hal bo'ladi. Hech bir xodim sizdan karta PIN kodini yoki telefoningizga kelgan bank kodini so'rashi kerak emas. Agar kimdir shunday so'rasa, bu xavf belgisi. 10-qadam. Oilada bu masalani ochiq gaplashing. Farzandlar ota-onasining pensiyasini nazorat qilishda yordam berishi mumkin. Lekin bu yordam shaffof bo'lishi kerak. Ota-onangizning kartasi qayerda? Qancha pensiya tushyapti? Qanday xarajatlar bo'lyapti? Karta muddati qachon tugaydi? Ishonchnoma kerakmi? Bularni oldindan bilib oling. Ko'pincha muammo qonunni bilmaslikdan emas, oddiy tartibsizlikdan chiqadi. Men yana bir muhim narsani aytaman. Pensiya to'lovida kechikish bo'lsa, birinchi kuni vahima qilmang, lekin jim ham o'tirmang. Avval bank hisobini tekshiring, keyin karta holatini aniqlang. Shundan so'ng pensiya jamg'armasi bo'limidan to'lov chiqarilmaganini so'rang. Agar to'lov chiqarilgan bo'lsa, muammo bank tomonidan bo'lishi mumkin. Agar to'lov chiqarilmagan bo'lsa, sababini pensiya bo'limidan aniqlash kerak. Mana shu ketma-ketlik vaqtni tejaydi. Demak, pensiya to'lash tartibidagi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, pul aniq egasiga rasmiy va nazoratli tartibda yetib borishi kerak. Buning uchun hujjatlar to'g'ri bo'lishi, karta ishlashi, manzil yangilangan bo'lishi, ishonchnoma muddati o'tmagan bo'lishi va pensioner o'z pulini nazorat qilishi zarur. Kim hujjatini tartibga keltirib qo'ysa, odatda muammoga duch kelmaydi. Kim keyin ko'raman deb yursa, aynan pensiya kerak bo'lgan paytda yugurib qolishi mumkin. Men sizdan so'rayman, bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, yosh katta qarindoshlaringizga albatta yetkazing. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya to'lovi qanday amalga oshyapti? Karta orqalimi, naqd pul orqalimi? Muammo bo'lganmi yoki yo'qmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Men keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, hujjat, bank kartasi va fuqarolarning huquqlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.